Bugun sizlarga eng zo'r xachapuri retseptini ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib xamir qilib olamiz. Bironta idishga qattiq, tuxum, tuz, shakar, razrыхлитель, растительное масло qo'shib, venchik bilan aralashtiramiz. Keyin un qo'shib xamir qilib olamiz. Nachinkasi uchun mozzarella sirdan cho'rkadan o'tkazib olamiz va bitta tuxum chaqib, tabga ko'ra tuz qo'shib aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni 4 taga bo'lib zuvalechala qilib olamiz va nachinkani ham 4 taga bo'lib olamiz. Har bitta zuvalechani yoyib, ichiga dumaloq qilingan nachinkasini solib, videoda ko'rsatilgandek yopib olamiz. Keyin esa yoyib olib, qizigan quruq skоворodkada orqa oldini pishiramiz. Pishganidan keyin slivochniy maslo bilan surkab olamiz. Sirlari erib, mazasi juda ham zo'r bo'ladi. Всем приятного аппетита!